Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlarga Amarkets brokerining qulayliklarini hamda bonuslarini ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana shu brokerdan havolani video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bu brokerda birinchi foydali tomoni, biz birinchi ya'ni depozitimizga 15% gacha bonus beradi. Bu degani $2000 pul kiritadigan bo'lsak, $2300 beradi. $1000 kiritadigan bo'lsangiz, $1150 kiritadi. Va keyingi bonusi do'stlar, biz har bir ya'ni savdo qilgan lotimizdan $17 pulimizda qaytarib beradi. Buni video davomida batafsil tushuntiraman. Havolaga bosasiz va hoziroq boshlang degan tugmani bosamiz va hozir sizlarga qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Birinchi qatorga ismingizni, familiyangizni hamda email pochtangizni hamda telefon raqamingizni yozib, hisob ochish degan tugmani bosasizlar. Telefon raqami yozayotgan paytingiz Telegram ochilgan telefon nomeringizni kiriting. SMS kod Telegram orqali yuboriladi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir bizning email pochtamizda kod yuborildi. Biz mana shu kodni tasdiqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Email pochtangizga kirasiz va tasdiqlash degan tugmani bosib olasiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda bizda ya'ni nomerimizga kod yuboriladi. Buning uchun Telegramda kodni oling degan tugmaga bosadigan bo'lsak, bizda Telegram ochilgan nomerimizga Telegram orqali kod yuboriladi va kodni ham tasdiqlab qo'yamiz. Buning uchun mana bu Telegramdagi kodni oling degan tugmaga bosib olamiz va mana bizga 4 xonali kod Telegramimizga yuborildi. Buni ham tasdiqlab olamiz. Do'stlar, mana biz hozir verifikatsiyaning bir qismidan o'tib oldik. Endi hozir o'zimizni pasport ma'lumotlarimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Buni ham hozir sizlarga kiritishni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, biz misol uchun birinchi 15% bonusni olish uchun hisobimizda, ya'ni 48 soat ichida misol uchun pul kiritishimiz kerak, ya'ni depozit kiritishimizga to'g'ri keladi ekan. Ya'ni 2 kun ichida misol uchun pul kiritadigan bo'lsangiz, pullaringiz 15% ko'p bo'lib tushadi. $1000 kiritsangiz $1150, ya'ni $150 misol uchun bonus tushadi. Savdo qilib, ko'paytirib pullaringizni bemalol yechib olsangiz bo'ladi. Hozir birinchi navbatda sizlarga pasport ma'lumotlarini kiritishni ko'rsataman. Buning uchun mana bu profil tugmasiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mening profilimga bosishingiz kerak bo'ladi va shu joydan hozir kirsak ham bo'ladi. Yoki hozir asosiy bo'limdan mana ko'proq degan tugmani ham bosib, bu yerdan ham tasdiqlasak bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana hujjatlar degan bo'lim bor. Ya'ni mana bu mening profilimga bosgandan so'ng bizga mana shunday bo'lim kelib chiqadi. Mana hujjat qo'shish degan tugmani bosasiz. Bosganingizdan so'ng o'zingizni pasportingiz yoki ID kartangizni skaner qilib olasiz. Mana hujjat qo'shishga bosasiz. Keyin do'stlar, bu joydan misol uchun biz Amarkets saytiga ruxsat berishimiz kerak bo'ladi. Bu joyda mana bu safar ruxsat berish degan tugmani bosib, o'zingizni pasportingiz yoki ID kartangizni skaner qilib olasiz. Va do'stlar, keyingi navbatda bizda mana bunday bo'limga olib o'tadi. Bu joyda mana продолжить равно degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana slide foto degan tugmani bosadigan bo'lsak, mana pasportimizni xuddi shunaqa tartibda skaner qilib olamiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda hozir sizlarga qanday qilib hozir hisobimizda MetaTrader 5 ga qo'shib olishni ko'rsatib o'taman. Pasport ma'lumotlarini kiritib bo'lganimizdan so'ng, tasdiqlab bo'lganimizdan so'ng biz bu yerda o'zimizga hisob ochishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana plus tugmasi bor. Asosiy bo'limdan plus tugmasini bosamiz va do'stlar, bu joydan biz o'zimiz, ya'ni shot tanlaymiz. Misol uchun standart shot yoki bu yerda turli shotlar bor. Tanlab olasiz. Misol uchun standart shot va bu yerga o'zingizga kerakli bo'lgan narsani tanlaysiz va hisob ochishga bosamiz. Bosgan, qarang, bu joyda bizga email pochtamizga kod yuborildi. Email pochtamizga misol uchun login parol yuborilgan. Bularni ham bemalol ochib olsak bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizga mana misol uchun mana login hamda parol hamda server. Hozir buni sizlarga MetaTrader 5 ga qanday qilib qo'shib olishni ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda biz server nomini nusxalab olamiz va hozir MetaTrader 5 ga kirib olib qo'shib olishni ko'rsataman. Do'stlar, mana MetaTrader 5 ga kirdik. Mana bu qidiruv turuv joyiga biz server nomini yozamiz va mana bizga Amarkets chiqdi. Mana ustiga bir marta saytda berilgan loginni ham nusxalab olamiz va parolni ham nusxalab kiritamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizning hisobimiz mana ulandi, ya'ni MetaTrader 5 ga qo'shildi. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda hisoblaringizni qo'shib olib, bemalol savdo qilib borsangiz bo'ladi. Do'stlar, endi hozir sizlarga qanday qilib mana shu broker pul kiritishni ko'rsataman. Buning uchun 3 ta nuqtaga bosamiz. Bosganimizdan so'ng qarang, bu joyda moliya bo'limi bor va hisob to'ldirish degan joy bor. Hisob to'ldirishga bosadigan bo'lsak, bu joyda bizning uchun bizga turli xil Visa karta, Uzcard, Homo kartalar orqali, mana Sberbank orqali ham pul kiritsak bo'ladi. Xohlasangiz, misol uchun sizlar hisoblaringizni verifikatsiyadan o'tgandan so'ng, ya'ni kriptovalyuta orqali ham bemalol pul kiritsangiz bo'ladi. Pul yechib olish ham shu joydan mana yechib olish degan joy bor. Mablag'larni yechib olish. Shu joyga bosib, hisoblaringizni misol uchun tanlab qoldirib,
qaysi hisobingizda misol uchun pul bo'ladigan bo'lsa shuni tanlab qoldirasiz va bemalol pulni yechib olsangiz bo'ladi. Keyin do'stlar yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Hozir sizlarga aytib o'tgandim. Ya'ni do'stlar, sizlar har bir lotingiz uchun sizlarga $17 pul beradi deb aytib o'tgandim. Buning uchun mana profil bo'limiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng Amarkets Cashback bo'lim bor. Amarkets Cashback bo'limiga kiramiz mana. Profilga bosasiz va Amarkets Cashbackga bosamiz. Bu joyda mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz misol uchun bu joyda turli xil daraja bor. Sizlar darajalaringiz misol uchun oshib boradigan bo'lsa, birinchi misol uchun do'stlar, birinchi 2 lot uchun do'stlar sizlar 3 lot birinchi 2 lot, ya'ni savdo uchun $3 dan misol uchun pullaringizni qaytarib beradi. Misol uchun 5 lot savdo qilgandan so'ng $11 gacha misol uchun pulingizni qaytarib beradi va mana 3-darajaga chiqqansiz, ya'ni 5 lot savdo qiladigan bo'lsangiz, mana ko'rishingiz mumkin $13, $15 hamda $17 gacha misol uchun pullaringizni qaytarib olsangiz bo'ladi. Buni misol uchun sizlarning hisoblaringizga tushadi. Buni ham misol uchun mana obuna bo'lish degan tugmani bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun pullaringizni ham qaytarib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, agar mana shu broker yoqqan bo'lsa, ro'yxatdan o'tib olasizlar degan umiddaman. Xuddi shunaqa tartibda ro'yxatdan ham o'tib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad. Mana shu brokerdan pul yechish videosini ham mana shu YouTube kanalimizda bor. Ya'ni Amarketsdan pul yechish deydigan bo'lsangiz, YouTube kanalimizda chiqadi yoki videolarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol biz pullarni ham yechib olganmiz. Hammaga omad.